Varolev ko'prigida infarkt holatlarini ko'rib chiqamiz. Varolev ko'prigi asosan bazilar arteriya tarmoqlari bilan ta'minlangan tarmoq ishemiya tufayli yuzaga keladi. Ko'z qorachig'i torayadi. Bu paytda yorug'likka javob reaksiyasi yo'qoladi. Ko'z harakatlari gorizontal tekislikda buziladi. Ko'z olmalarining yuqori va pastga oqishi okulosefalik test paytida saqlanib qoladi. Suzuvchi ko'z harakatlari kuzatiladi. Varolev ko'prigida medial va lateral infarkt farqlanadi. Bu farqlashni Vereshchagin 1980-yili shu ikkiga bo'lib aytganlar. Fovelli sindromi medial infarktlarda ko'proq uchraydi. Ikki tomonlama medial infarkt, tetraplegiya, yuz mushaklari falaji, ko'zning ikki tomonlama tashqi to'ri mushaklarining falaji, pseudobulbar sindrom bilan birgalikda kechadi. Lateral infarktda esa zararlangan tomonda yuz mushaklarining falaji kuzatiladi. Yuzda sezgining buzilishi, tilning oldingi 3/2 qismi ta'm bilishi, susayishi, karlik va miyacha ataksiyasi kuzatiladi. Qarama-qarshi tomonda esa og'riq va haroratga sezgirlik buzilishi kuzatiladi. Bu holatni o'tkir davrida bosh aylanish, qusish va hushdan ketish holatlari kuzatiladi. Agar Varolev ko'prigini asosi zararlangan bo'lsa, unda izolyatsiyalangan odam sindromining klinik ko'rinishlari rivojlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.